Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda King Vlogs. Bugungi videoda sizlarga qanaqa qilib internetda pul ishlashni noldan ko'rsatib beraman. Xullas, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Birinchi bo'lib biz Play Marketga kiramiz va qidiruvga pullar deb qidirib olamiz. Va qidirganimizdan so'ng birinchi bo'lib chiqib keladi. Mana men o'rnatib olganman, siz uni har oyda yangilab turishingiz kerak, chunki vazifalar juda ko'p keladi shunda. Biz esa uni yangilashni bosamiz do'stlar. Va bu yerda tarixlari bor. Mana pastga o'tkazsak, mana pullarning rasmiy rasmlari mana shular ustiga bosamiz. Mana pullar degan bu yerda vazifalar, qanchagacha reklama berishlari. Mana sharhlar bor pastida 3.8 reytingda. Va ko'p odamlar buni yaxshi deb pul chiqarsa bo'ladi. Men o'zim bir marta 7000 so'm chiqarib ko'rganman. Mana o'rnatilmoqda. O'rnatilishini kutib turamiz. Bu yerda pastroq o'tirsak, mana bu yerda barcha sharhlarni ko'rishimiz mumkin va hozir ilovamiz o'rnatilyapti. Mana endi biz kirib olamiz pullar degan ilovaga. Keyin ozgina mana shunaqa ekran qorayishi mumkin va mana kiryapti do'stlar. Mana pullar degan yozuv chiqdi mana shu yerda. Mana biz kirib oldik. Endi bu yerdan sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim nolda. Birinchi bo'lib kirish tugmasini bosamiz mana bu yerdagi. Va yana bosamiz. Do'stlar mana bosamiz yana. Va bu yerda pullar uzbotidan kod olamiz. Parol olamiz. Mana shu botdan ustiga bossak, Telegramda avtomatik o'tib ketadi mana. Mana shu kodni kopiratsiya qilib olamiz va bot mana shu yerga kiritamiz. Tasdiqlashni bosamiz. Avtomatik mana kirib ketdi do'stlar. Chiqarish balansimiz mana ko'rayotganlaringizdek. Mana vazifalarni endi birma-bir bajarib chiqamiz. Mana avtomatik Instagramga o'tib ketdi. Endi shu kanallarga a'zo bo'lsak, bizga 50 so'mdan 100 so'mgacha beriladi. Mana a'zo bo'lamiz, obuna bo'lamiz. Va pullarga kiramiz. Endi esa tekshirishni bosamiz. Hozir reklama chiqdi. Mana do'stlar, bajarilyapti mana. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana endi esa tekshirish tugmasini bosamiz. Va tekshirilgandan so'ng balansimizga avtomatik pullarimiz tushadi. Mana do'stlar, balansim 5000 so'm bo'ldi. 5000 so'm bo'lsa yechib olishimiz mumkin. Mana bu yerda esa reklama balansi do'stlar. Reklama balansidan reklama berishingiz mumkin. Asosiy balansdan pul yetishingiz mumkin. Reklama balansini mana shu yerdagi sog'achani ustiga bir marta bosamiz va har 3 soatdan 20 so'mdan 200 so'mgacha beriladi bizga. Endi balansni bossak, bu yerda to'ldirish mumkin va pul chiqarish bor. Biz pul chiqarishni sizlarga ko'rsataman. Pul chiqarishni bosamiz. Bu yerda telefon raqamingizga kiritsangiz bo'ladi. Karta, Uzkart va Humo. Komissiya 1%. Masalan, bitta kartani kiritamiz. Masalan, va 5500 so'm desak, mana komissiyasi ko'proq pul ishlash kerak. 6000 so'm bo'lsa 5500 so'm bo'lib hisobimizga tushadi. Bonuslar bilan tushadi. Masalan, 5000 so'm solsak, 7000 so'm bo'lib tushgan menikida. Sizlarnikida bilmadim lekin. Va biz akkaunt jarimalar va vazifalar. Vazifa kelishini shunaqa qilib topsak bo'ladi. Vazifa bu yerda akkaunt bo'limiga o'tamiz va bu yerda reklama berishni bosamiz. Reklama yaratishni va Instagram, Telegram, YouTube hammasi bor. Mana bu yerda Instagram, Telegram, botga. Hattoki obuna bo'lish ham bor. Botga start bosish, saytimni targ'ib qilish, YouTube obuna qilishingiz mumkin. Eng kamida maksimal 50 ta buyurtma qilish kerak. Bitta obunachi narxi har xil bo'ladi. Mana bu yerda juda ham ko'p hali
yaqin orada ishga tushadi hammasi. Mana do'stlar, endi esa sizlarga bitta narsani ko'rsataman, ya'ni bu yerda referral bor do'stlar. Referral orqali balansingizni ko'paytirib olishingiz mumkin. Har bir chaqirgan odamingizga 100 so'mdan chiqarish 4% chiqarish balansingizga to'laymiz deyapti. Mana bu yerda referalkani bosganimizdan keyin promokod qo'shish. Masalan, biz bitta promokod qo'shamiz. Mana masalan, mana shu do'stinglarnikini yoki pullar ilovasini ishlatayotganlarnikini olasizlarda shu yerga kiritasizlar, sizlarga bonus beriladi. Xullas do'stlar, tushunmagan yerlarni pastda video sanasida Telegram linkga ham qo'yib qo'ygan bo'laman. Agarda tushunmasangiz, men linkga yozishingizni tavsiya qilaman. Xullas do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi.